Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bu mashinamizni 1 yil oldin ramaga terib, idealni qilib, suyagi butun detallarda kraska bor mashina qilib terib berganmiz. Lasetti jentra qilingan 1.8 mexanika. Shu mashinamizni xudo xolasa yana boshqatdan chaqa-chuqa qirilgan joylari bor ekan, o'sha pitno-pitnosini sepib, faqat detallarni o'ziga pitno sepib, polni bitta polirovka qilib berdik. Maqsad mashinani sotilayotgan Lasetti ramaga terilgan idealni holatda jentra qilingan mashina kim qidirayotgan bo'lsa, mana tayyor mashinchamiz. Mashinchani holatini ko'ryapsiz. Idealni holatda sakadiskachalarigacha qo'yilgan. Ko'rinishi o'ta chiroyli. Salon qismlari ham polni, chexollar, poliklar hamma narsa qilingan. Tayyor mashina olasiz, mana xarajatlari motorlarida boshqa joyda yo'q, hech qanaqa xarajat yo'q. Meli chopga xarajat chiqishi mumkin, lekin grubi xarajat yo'q. Bu mashinamiz biz 1 yil oldin ramaga terib akamizga sotganmiz. Xudo xolasa bu hozir yangi Cobalt ko'rsatib qo'ygan ekan. Shuning evaziga mashinani sotib yangi olaman deyapti. Qiziqqanlar uchun mashina 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobkalari yaxshi, hadovoylari yaxshi, salon balon holatlari o'rta me'yoni, yangi emas, eski emas, o'rta me'yoni yuradigan darajada. Mashina narxi kelgan bo'lsak, 6,5 ming dollar bo'lsa berib yuboriladi. O'zining nomida hech qanaqa hujjatdan muammosi yo'q. Sirazi generalsiz generalni 6 soatsiz 6 soat qilib beradi. Mashina hozir Surxondaryoga biz Samarqand mashinasini bergandik. Hammaga rahmat. Siz Jalolov servis kanalini kuzatyapsiz. Kommentariyada narx haqida fikrlaringizni kutib qolamiz. Telefon nomeri ekraniga egasining nomerini yozib qo'yamiz, bog'lanib bo'laverasiz.